Assalomu alaykum. Endi sizlar bilan gematoensefalik baryer yoki qon miya baryeri to'sig'i haqida gaplashamiz. Bu inglizchasiga blood-brain barrier bo'ladi. Xo'p, 1800-yillar anatom olimlari hayvonlarning qoniga rangli bo'yoqlarni jo'natgan va bu rangli bo'yoq organizmda qaysi organlarni bo'yashini ko'rgan. Va shunda faqatgina bitta a'zo bo'yalmasdan qolgan. Bu miya. Buni sababi nimada? Buni sababi shundaki, tanani ko'p qismidagi kapillyarlar devori, aynan shu kapillyarlar devorini endoteliy hujayralari suyuqlik va unda erigan modda molekulalariga nisbatan shu erkin o'tishiga imkon beradi. Shu moddalarni erkin o'tishiga imkon beradi. Bu erkin o'tishga imkon beradigan narsalar yoriqlar yoki fenestralar deb nomlanadi. Kelinglar, pastda biz ko'rgan joylarda shu kapillyarlar va endoteliy hujayralari bor. Shularni har biriga to'xtalib, qanday tuzilganini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu sistemik, ya'ni shu sistemadagi kapillyarlar. Bu kapillyarlar nerv sistemasidan tashqarida yotuvchi suv va unda erigan moddalarni o'tkazadigan tipik darchali kapillyarlar hisoblanadi. Tipik darchali degani mana shu fenestralar. Bu yerda ularda mana ko'rib turibmiz, teshikchalar bor. Bu sistemadagi kapillyarlar hisoblanadi. Endi bosh miyada esa kapillyarlar, aynan shu kapillyar endoteliy hujayralari bir-biri bilan mahkam bog'langan va miyaga kiradigan yoki undan chiqadigan moddalar endoteliy hujayralar orqali asosan faol transport jarayonlari yordamida o'tishi kerak. Bu endoteliy hujayralar va ular orasidagi zich birikmalar gematoensefalik to'siqni hosil qiladi. Xo'p, gematoensefalik to'siq o'zi nima? Bu yuqori selektiv qon oqimi va miyani bir-biridan ajratuvchi yarim o'tkazuvchan membranaga ega bo'lgan struktura. Bu miyaga turli xil zararli moddalarni kirishini oldini oladi va u uchun zarur bo'lgan oziq moddalar yoki molekulalarni o'tishiga ruxsat beruvchi yoki yordam beruvchi tuzilma yoki struktura hisoblanadi. Xo'p, bu gematoensefalik to'siqni funksiyalari nimalardan iborat? Buni funksiyasi, birinchisi himoya. Qanday himoya qiladi? Shu gematoensefalik baryerimiz turli xil toksinlar, patogenlar va boshqa zararli moddalarni shu qon oqimidan miyaga kirishini oldini olib turadi. Ikkinchisi bu gomeostaz. Gomeostaz jarayonida shu miyani ichidagi shu ionlarning miqdori, shu aynan ionlar emas, shu oziq moddalar yoki boshqa moddalarning miqdorini normal holatda regulyatsiya qilish orqali shu uni ichki muhitini stabil holatda ushlab turadi. Bu ikkinchi funksiyasi. Uchinchisi oziq-ovqat tashilishi, oziq moddalar tashilishi. Xo'p, buni tashilish deb ko'ramiz yoki transporti. Aynan shu gematoensefalik baryerimiz o'zi uchun muhim bo'lgan moddalarni, masalan, kislorod yoki glyukozalarni miya ichiga kirishiga o'zi ruxsat beradi, boshqa zararli moddalardan farqli o'laroq. Keyingisi neyrotransmitterlarda regulyatsiyasi. Uchinchisi neyrotransmitterlarda regulyatsiyasi. Bunda turli xil neyrotransmitterlarni markaziy yoki shu periferik neyrotransmitterlarni harakatlanishiga yoki regulyatsiyasiga yordam beradi. Endi shunga o'xshash selektiv to'siq tomirli chigal deyapti. Tomirli chigal biz avval gaplashganimizdek xoroid plexus xoroidalis. Xo'p, xoroid plexus va orqa miya suyuqligi o'rtasida mavjud bo'ladi va orqa miya bilan qon o'rtasidagi to'sig'imiz bizda mana qon orqa miya suyuqligi to'sig'i deb atalyapti yoki qon likor to'sig'i deb ham nomlanadi. Tomirli chigalning kapillyarlari erkin o'tkazuvchan, bu xoroid plexus haqida gap ketyapti.
kapillyarlar erkin o'tkazuvchan ekan, lekin tomirli epiteliy hujayralari kapillyarlar bilan orqa miya suyuqligi o'rtasida to'siqni hosil qiladi. Lipidda erigan moddalar, masalan, karbonat angidrid, kislorod, shu gematoensefalik va gematolikor, ya'ni shu qon, likor to'siqlarini hujayra membranalaridan yaxshi o'ta oladi. Buni shu strukturada ko'radigan bo'lsak, o'zi strukturasi qanday desak, 3 xil tuzilmamiz bor. Bular endoteliy hujayralari, mana, xo'p, endoteliy hujayralari, tight junctions, ya'ni zich birikishlar va uchinchisi peritsit yoki astrotsitlar deyiladi. Peritsitlar yoki astrotsitlar. Xo'p, endoteliy hujayralari aynan shu qon tomirlari boshdagi shu endoteliy hujayralari bilan qoplangan bo'ladi. Endi bu endoteliy hujayralari bir-biri bilan juda ham zich birikib, shu zich birikishlar deb nomlanuvchi strukturalarni hosil qilyapti. Xo'p, miya kapillyarlari bularda aytdik, zich bog'lanishlar gematoensefalik to'siqni hosil qiladi. Suvda erigan moddalarning qon va miya o'rtasidagi o'tishi uchun endoteliy qatlami orqali hujayra transporti talab qilinadi. Faol hujayra transporti. Keyingisi xoroid plexus yoki tomirli qavat. Bunda tomir chigali kapillyarlari suv va eritmalarni o'tkazishga imkon beradi. Suv va eritmalarni o'tkazishga imkon beryapti xoroid plexusimiz. Ammo tomir chigali epiteliy hujayralari qon likor to'sig'ini hosil qiladi orqa miyada. Bu esa o'tish uchun hujayra transportini talab qiladi. Hop, arachnoid villi. Arachnoidal worsinka hujayrasi subarachnoidal bo'shliqdan vena sinuslariga gigant vakuolalar orqali likorning bir tomonlama hajmli oqimini amalga oshiradi. Bu yerda venous qon, bu yerda bosh miya suyuqligi va arachnoid villi hujayralari mana ular. Xo'p, biroq boshqa moddalarning aksariyati ikkala yo'nalishda ham maxsus transport tizimlari, shu jumladan faol transportlar, osonlashtirilgan yoki yengillashtirilgan diffuziya, ion almashinuvi va ion kanallari orqali tashilishi kerak. Ushbu qon tomir to'siqlardan farqli o'laroq moddalar orqa miya suyuqligi va miya parenximasi o'rtasidagi epenzimal qatlam orqali nisbatan erkin o'tishi mumkin bo'ladi. Orqa miya suyuqligi arachnoidal granulyatsiyalarda qayta so'riladi. Bu yerda arachnoidal worsinka hujayralar butun eritrotsitlarni qamrab olishi yetarlicha bo'lgan ulkan vakuolalar orqali orqa miya suyuqligining bir tomonlama ommaviy tashilishini ta'minlaydi. Buni keyingi slaydimizda ko'rib chiqamiz. Avval bitta narsani gaplashamiz. Xo'p, gematoensefalik baryerni ahamiyati nima? Yoki dori tashilishda deylik. Dori tashilishida shu orqa miya gematoensefalik baryerdan ba'zi bir moddalar o'ta oladi, ba'zi birlari o'ta olmaydi. Bunga misol qilib aytishimiz mumkin. Bitta antigistamin dorilardan birinchi avlod dorisi dimidrolni olishimiz mumkin. Bu shu gematoensefalik baryerdan o'ta olganligi uchun sedativ funksiyasi bor, ya'ni uyquni keltiradigan funksiyasi bor. Shu gematoensefalik baryerdan o'ta olish xususiyati tufayli. Va antigistaminlarda 2-3 avlodlari bu funksiyaga ega emas. Shuni hisobiga ham ularda sedativ funksiyasi yo'q bo'ladi. Endi aynan shu gematoensefalik baryerda funksiyasini buzilishi yoki zararlanishi juda ham ko'plab nevrologik kasalliklarga olib keladi. Yoki yallig'lanish kasalliklari bo'lishi mumkin. Misol uchun tizimli yallig'lanish shu gematoensefalik baryerimizni o'tkazuvchanligini nima desak bo'ladi? Yana ham o'tkazuvchanroq qilib qo'yadi eritmalarga nisbatan. Va u yerda shu nima deydi, yallig'lanish jarayonlari kechadi. Xo'p, endi keyingisi bu diagramma haqida gaplashamiz. Arterial qon. Xo'p, miya hujayralariga kislorod va kerakli moddalarni olib keladi. Xo'p,
Bu demak qon kapillyarlar orqali miya to'qimalariga yetib boradi, lekin miyada qon miya to'sig'i yoki blood brain barrier yuqorida aytdik bor. U zararli moddalar kirishini cheklaydi va faqat kerakli moddalarni o'tkazadi. Mana arterial qon, kapillyarlar bor. Mana miyadagi kapillyar endoteliylari. Bu yerda xoroid epiteliylar bor. Ko'ksimo shaklga ega deb avvalgi darslarimizda aytganmiz. Va o'rtada joylashgan gematoensefalik baryer. Bu juda ham selektiv bo'lib, faqatgina tanlab o'tkazish vazifasini bajaradi. Endi miyani ichki parenxima qismini ham ikkiga bo'lib olamiz. Bular intrasellular bo'shliq va ekstrasellyular bo'shliq. Bularning ahamiyati nima? Intrasellyular bo'shliq neyronlar va boshqa hujayralarning ichki qismi. Ekstrasellyular suyuqlik bo'ladigan bo'lsa, bu hujayralar orasidagi joy bo'lib, unda ionlar va moddalar harakat qiladi. Xo'p, bu joylarda kislorod va oziq moddalarini qabul qilib, chiqindi mahsulotlar chiqariladi. Aynan mana shu sohada. Keyingisi miya suyuqligi, bosh miya suyuqligi, cerebrospinal fluid. Choroid plexus qon tomirli to'qima arterial qondan miya suyuqligi ishlab chiqaradi. Mana arterial qonimiz choroid epitelium orqali choroid plexusning o'zida cerebrospinal fluid bosh miya suyuqligiga aylanadi. Bu demak cerebrospinal fluid miya qorinchalari orqali harakatlanadi va epenzim orqali tashqi hujayraviy bo'shliqqa o'tadi. Mana epenzima orqali mana shu tashqi hujayra bo'shlig'iga o'tyapti. Bu yoqqa o'tgandan keyin shu bosh miya suyuqligi miya hujayralarini oziqlantiradi va ortiqcha ionlarni chiqaradi va miyani himoya qiladi. Shu bosh miya suyuqligi o'z vazifasini bajarib bo'lgandan keyin u arachnoid granulyatsiyalar orqali venos qon aylanish tizimiga o'tadi. Mana arachnoid granulyatsiyalar shu orqali venos qonga o'tyapti. Va bu jarayon orqali chiqindi mahsulotlar venos qonga o'tib, tanadan chiqarilishini aytdik. Demak, bu strukturamizda umumiy mohiyati shundan iborat edi. Mana bu yerdagi chiqindi mahsulotlar va boshqalar ham kapillyar endoteliyalar orqali venos qonga o'tib, tashqariga chiqariladi. Keyingisi qusish markazi va uning ishlash mexanizmlari. Sinaptik uzatish ko'p jihatdan neyronlar o'rtasidagi kimyoviy aloqaga bog'liq bo'lganligi sababli shu qon miya va qon orqa miya to'siqlarini miya faoliyatini doimiy ravishda sodir bo'ladigan qon kimyosidan ko'plab tebranishlardan himoya qiladi. Endi shu miya qorincha atrofidagi a'zolar deb ataladigan miya qorincha atrofidagi deyilyapti. Bu circum ventricular organs deyiladi. Circumventricular organs deb ataladigan ba'zi ixtisoslashgan sohalarida gematoensefalik to'siq yo'q. Bu miyaga tananing qolgan qismidagi kimyoviy muhitning o'zgarishiga javob berish va qonga modulyatsiyalovchi neyropeptidlarni ajratish imkonini beradi. Va ular orasida eng mashhurlari gipofiz gormonlarining boshqarilishi va chiqarilishida ishtirok etadigan o'rta tepalik va neyrogipofiz hisoblanadi. Bu yerda shu organlarni ko'rishimiz mumkin va keyingi slaydimizda bular haqida batafsil gaplashamiz. Bu yerda mana epifiz, subcommissural organ, subfornikal organ, bular haqida gaplashamiz. Organozum vasculosum lamina terminalis, neyrogipofiz bu yerda va mana shu joyda 4-qorincha yonida area postrema joylashgan. Area postrema. Bular nima? Postrema sohasi, area postrema qorincha atrofidagi yagona juft a'zo bo'lib, u miya moddasida 4-qorinchaning dum devori bo'ylab joylashgan bo'ladi. Yoki kimyoviy trigger zona, hemotactic trigger zona deb ham ataladi. U qusishni keltirib chiqaradigan aylanma toksinlarni aniqlashda ishtirok etadi. Qorinchalarni o'rab turuvchi boshqa a'zolar kamroq klinik ahamiyatga ega va faqatgina demak ma'lumot o'rnida bular haqida gapirib ketamiz. Misol uchun, yuqorida gaplashganimiz organum vasculosum lamina terminalis neyroendokrin funksiyalariga ega bo'lishi mumkin. Subfornikal organimiz
suyuqlik muvozanatini tartibga solishi mumkin. Epifiz melatonin bilan bog'liq bo'lgan sirkadian ritmlarda ishtirok etadi va subkomissural organ buni funksiyasi noma'lum. Kelinglar endi qusishni mexanizmi haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi mexanizmi bu gastrointestinal pathway deyiladi. Xo'p, gastrointestinal pathway, ya'ni ovqat hazm qilish sistemasi yo'li. Bunda qanday bo'ladi? Bunda toksinlar enteroxromafin hujayralari bor oshqozonimizda. Shu enteroxromafin hujayralari orqali serotoninni serotonin ajratadi. Serotonin undan keyin vagal afferent demak nervlar orqali 5H retseptorlari orqali vagal efferentlardan nucleus tractus solitariusga boradi. Xo'p, keyin 5H3 ya'ni serotonin retseptorlari bular vagal efferentlar, ya'ni nervus vagusda afferent tolalari orqali boryapti. Nucleus tractus solitariusga boradi va bu yerda qusish markaziga yetib keladi va qusish sodir bo'ladi. Bu ovqat hazm qilish sistemasi orqali qusishni kelib chiqishi edi. Endi keyingisi ikkinchi mexanizmi hemoretseptor trigger zone. Xo'sh, area postremadagi jarayonlar. Area postremada qanday sodir bo'ladi? Mana area postrema bu serotonin retseptorlarini qo'zg'atadi. Xo'p, qo'zg'atishni bunday qilib ko'ring. Serotonin retseptorlarini qo'zg'atadi va qusish markaziga axborot beriladi. Qusish markazi stimullanadi. Area postrema toksinlar orqali demak aktivlashadi. Keyingi uchinchi mexanizmimiz bunisi vestibulyar sistema. Biz bilamiz, ichki quloqning ichki qismida inner, inglizcha yozib ko'rdim, inner ear, ichki quloq bu, inner ear, vestibulyar apparat joylashgan. Vestibulyar apparat joylashgan bo'ladi. Bu vestibulyar apparatdan keyin harakatdagi o'zgarishlar bo'lsa, haligi misol biror bir attraksionga chiqqanda, xo'p, buni inglizchalab yozib ko'ramiz, osonroq bo'ladi. Motion changes, ya'ni harakatdagi o'zgarishlar bo'lyapti. Undan keyin bu vestibulyar yadrolarga boradi. Vestibulyar yadrolar. Xo'p, vestibulyar yadrolardan keyin ular gistamin va plus H1 va M1 retseptorlarini stimullab yuboradi. H1 bilan M1 retseptorlari bularni stimullab yuboradi. Bular keyin qusish markaziga boradi. Lekin buni ahamiyati juda ham kam. Yana bitta savol tug'iladi. Biz qanday qilib biror bir narsani ko'rganimizda yoki hidlaganimizda, eshitganimizda misol uchun ko'ngil aynishi mumkin? Bu yuqori kortikal markazlarga bog'liq bo'ladi. Mana buni ham yozamiz hozir. Xo'p, bu 4-yo'li. Endi emotional triggerlar bor. Emotsional qo'zg'atuvchilar. Bularga nima bo'lishi mumkin? Qo'rquv. Xo'p, yoki nima bo'lishi mumkin?
shu xavotirlanish yoki men aytganimdek yuqorida biror bir nojo'ya hid bo'lishi mumkin, shu narsalar bo'lishi mumkin. Xo'p, xavotir shunga o'xshashlar orqali bu stimullaydi miya po'stlog'ini. Biz bilamiz, miya po'stlog'ida birlamchi markazlar joylashgan. Miya po'stlog'i va miya po'stlog'idan keyin o'tadi qusish markaziga. Qusish markazi. Va bularda hammasi shu 4 ta yo'limiz qusishni kelib chiqish mexanizmlari edi. Xo'p, do'stlar, shu bilan birinchi bo'limimizni nerv sistemasini anatomiyasi va funksiyasiga ajratilgan videolarimiz tugadi. Keyingi videolarimizdan bosh og'riqlari, intrakranial bosimda ortishi, gidrosefaliya, meningit va shunga o'xshash ko'plab patologik jarayonlar bor. Adashmasam 8 ta yoki 9 ta. Shular haqida batafsil hammasini gaplashib o'tamiz. Do'stlar, bizni Telegramdagi va YouTube'dagi kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.